Xitoy virtuvi kelib qoldi. Bu ham xuddi shu email masalasi, ya'ni hozir o'zingizlar ko'rsanglar, ikkalasi ham bir xil. Уже klonlangan, antena ham chiqmaydi. Buni masalasi nakleykaning orqasidagi, to есть telefonning orqasidagi emailkani yozamiz, ya'ni восстановить qilamiz. U ro'yxatdan o'tgan. Xo'sh, buning uchun biza yulduzcha panjara 912 panjarani bosamiz va emailkamizni shu telefonning orqasidagi nakleykasidagi emailkani yozamiz, bo'ldi. Kimda shunaqa muammo bo'lgan bo'lsa, shunaqasiga восстановить qilsanglar bo'ladi.